Biz hamma narsaning qadrini o'zi yo'qolgandan keyin bilamiz. Hatto bir-birimizning qadrimizni ham. Assalomu alaykum do'stlar. Ming kitob tahlil loyihamizning hammani 8-soniga yetib keldik va ushbu sonda biz yozuvchi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub ushbu Nur borki soya bor asarini tahlil qilamiz. Xullas, ortiqcha gap so'zni ko'paytirmasdan asar 1973-75-yillarda yozilganini eslatgan holda to'g'ridan-to'g'ri asarni ichiga kiramiz. Xullas, asarni boshlanishi Sherzod ismli matbuotda ishlaydigan bir yigitning shifoxonada yotgan manzarasi bilan boshlanadi. U nima uchun shifoxonaga tushib qoldi? Sababi u matbuotda ishlaganda, navbatchilik qilib turganda allaqaysi bir zavod 130% planni bajarganini adashib bitta nonni tushirib qo'yib 13% bo'lib yozilib ketganda gazetaga urilib ketgan bo'ladi. Gazetalar tarqagach shov-shuv bo'lib ketadi va buning ortidan Sherzod juda ham ko'p redaksiyadan gaplar eshitadi va hayfsan ham oladi. Buning natijasida u qattiq tushkunlikka tushadi va juda ko'p ichadi. Juda ko'p ichgan natijasida u mana shu shifoxonaga tushib qolgan bo'ladi. U nafaqat mana shu matbuotda ishlardi, balki o'zi yozuvchi ham edi. Bir necha kitoblarni yozgandi. Xullas, birorta bir manzaraga qarasa, uzoq tikilib qoladigan odam edi. O'zini xonasidagi derazadan atrofni tomosha qilib o'tirganda ikki sevishganga ko'zi tushadi. Ularga qaraydida o'ylaydi, bular qiziq. Bular tramvayda pista chaqishga uyalishadi-yu, ammo o'pishga uyalishmaydi. Nahotki pistaning narxi sevgining narxidan-da arzonroq bo'lib ketgan bo'lsa, deydi o'ziga o'zi. Rostdan hamda sizlarga savol. Endi metro bor hozir. Metroda yoki bo'lmasa ko'chadagi bog'larda yoshlarni ko'rasiz-ku. O'shanda sizlarda ham mana shunaqa bir savol paydo bo'lib qoladimi? Ya'ni ularning shu sevgisini qadri pistaning narxidan ham arzon bo'lib ketganligini hech sezasizlarmi yoki o'zlaringga bir shunaqa savol berasizlarmi? Fikrlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Xullas, mana shunaqa narsalarni Sherzod o'ylab o'tiradi. Uni yoni bo'sh edi, keyin bir katta gavdali bir odamni qo'yishadi. U odamni mana shifokorlar ehtiyotkorlik bilan kiritib, unga turli xil komplimentlar qilib joylashtirib qo'yadi. Joylashtirib qo'ygandan so'ng Sherzod u bilan tanishadi. Tanishsa, u bir katta univermagning egasi Sayfi Soqiyevich ismli inson bo'ladi. U odam o'ziga shunchalik bir katta baho bergan ediki, hattoki shifoxonani ovqatini ham ichmasdi, ya'ni pisand qilmasdi. Uncha odamni pisand qilmasdi. Sherzodni bu yozuvchi ekanligini, matbuotda ishlashini bilib, unga nisbatan qarashlari o'zgaradida, to'g'ri gapiradigan bo'ladi unga. Xullas, ertasi kuni o'sha Sayfi Soqiyevichning bir arzanda o'g'li keladi. O'g'li hozir kandidatlik maqomi uchun kurashib yurgan bo'ladi. Unga O'tkir Hoshimov shunday ta'rif beradi. Ya'ni u tug'ildi, oyog'i chiqdi, oyoq chiqqandan keyin unga 3 oyoqli velosiped olib berishdi, undan keyin oddiy velosiped, undan so'ng esa mototsikl, maktabni bitirgandan so'ng esa o'ziga mashina olib berishdi. Ya'ni tug'ilgandan to hozirgacha oyog'i yer ko'rmay faqat pedal bosgan degan bir ta'rifni beradi O'tkir Hoshimov mana shu yigitga, Sirojiddinga. Xullas, Sirojiddin o'zi qo'pol qilib aytganda bir tiyinga qimmat yigit edi. Uni hozirgi darajasigacha barchasini otasi qo'llab-quvvatlab, otasi imtihon bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, hammasini orqasida otasi turib o'tkazib qo'ygan bo'ladi. Xullas, shifoxonada Shoira ismli bir hamshira bo'ladi. Uni mana shu erkaklarga sal suyagi yo'qroq bo'ladi. Keyin bu yotgan Sherzodni u yoqtirib qoladimi, xullas turli xil gap qiladi-da har anaqaga kirganda, muolajaga kirganda. Bir kuni kechqurun esa uni xonasidan omborda bir narsani olish kerak deb chaqiradi. Kechqurun bo'ladi, sababi o'sha kuni Shoira navbatchilikda qolgandi. Sherzod bunga rozi bo'ladi. Bechora nimani ham bilsin. Keyin omborxonaga boradi. Omborxonaga borganda esa Shoira qattiq kuladi va sochlarini yechadi va o'zini shu fitnalarni qilishni boshlaydi. Va xayriyatki, Sherzod bu fitnalarga uchmaydi. Shu joyda Sherzod uni sevgisini rad etganini O'tkir Hoshimov shunday qilib tasvirlaydi. Ya'ni tuyg'usi haqoratlangan ayolning nafrati yomon bo'ladi. O'zimni notimda mana shu yerda qog'ozgacha yozib qo'yganman.
o'rgildim bunaqa tuyg'udan deb. To'g'ri, masalan, endi duch kelgan erkakka bunaqa ishlarni qilib ketaverish nima bu muqaddas tuyg'u hisoblanadimi sizningcha? Nima deb o'ylaysiz? Izohlarda fikrlaringni qoldiringlar. Xullas, bir necha kundan so'ng Sherzodga javob berishdi. U uyga ketdi. Uni mana shu teatrda bitmay qolgan ishlari bor edi. Matbuotga oid ishlari bor edi. Shu sababli to'g'ri teatrga bordi. Teatrga borganda sahnada Zuhra ismli qiz rol ijro etayotgandi, ya'ni bir spektaklga tayyorgarlik ko'rayotgandi, ammo rejissyordan juda qattiq gap eshitayotgandi. Mashg'ulot zaliga o'tib, sigaret chekishni mashg'ulot qilib o'tirganda Sherzod kirib keladi va nima voqea bo'layotganini so'raydi. Zuhra vaziyatni tushuntiradi, ya'ni bitta yoridan ayrilgan qizni rolini o'ynayotgan bo'ladi. U shuncha rolga kirishib, yig'lasa, baqirsa ham rejissyorga yoqmayotganligini aytadi. Shunda Sherzod aytadiki, yaxshi ko'rgan kishisidan birdaniga ayrilgan inson karaxt bo'lib qolmaydimi deydi. Ya'ni rejissyor ayoldan, u sevganidan ayrilgan rolni o'ynayotgan ayoldan baqirib, yig'lashini talab qilayotgan bo'ladi. Lekin bu yozuvchi Sherzod aytadiki, nahotki sevgisidan ayrilgan inson mana shunaqa baqirsa deydi, u karaxt bo'lib qolmaydimi deydi. Umumanda mana sizlarga ham savol: sevgisidan ayrilgan, birdaniga ayrilgan inson karaxt bo'lib qoladimi yoki dod-voy solib yig'laydimi? Hayotinglarda bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib ketinglar. Xullas, o'sha kuni Zuhra televideniyega borib, novellada rol o'ynash kerak edi. Ko'chaga chiqdi. Ko'chaga chiqqanda boyagi Sayf soq yuvishni arzandasi Sirojiddin turgandi ko'chada. Sirojiddinni xotini bo'lishiga qaramasdan, bu Zuhrani ham yaxshi ko'rib qolgandi, uni izidan yurardi. Keyin shunday bir holatga tushirib qo'yadi, ya'ni odamlar bo'ladi, u yoqda boshqalar bo'ladi. Zuhra xullas uni mashinasiga chiqib, o'sha televideniyaga borishga to'g'ri kelib qoladi-da. Xullas majburan mashinasiga chiqadi. Mashinaga chiqqandan keyin boyagi Sirojiddin endi gapni boshlaydi. Boshqa tomonga qarab mashinani haydab ketadi. Qir adirlar haqida gap boshlaydimi, lolalar ochilgani haqida gap boshlaydi. Keyin bu o'ylaydiki, bu jinni hozir o'sha lolalarni ko'rishga qirga ketib qolmayaptimi deydi-da, so'raydi, qayerga ketyapmiz deb. Borsak nima qilibsiz-da qirga deydi. Уже buni niyatini tushunib yetgandan keyin Zuhra to'xtatishni talab qiladi, lekin u to'xtatmaydi. To'xtatmagandan keyin esa rulni ushlaydi-da, Zuhra shundoq burib yuboradi. Mashina sal qolsa chappa bo'lib ketay deydi, lekin chappa bo'lmaydi. Ikkalasi ham qo'rqib qoladi. Xullas, Sirojiddin o'shandan so'ng televideniyaga Zuhrani olib borib tashlaydi. Zuhrani olib borib tashlagandan keyin u domlasini oldiga boradi. Aytganimizdek, u kandidatlik ishini yo'qlayotgandi. Hamma narsalarni u domlasini qo'lida edi. Mana shu yerda O'tkir Hoshimov kandidatlik ishini yo'qlayotgan student bilan qarz so'rab kelgan odamni bir xil qilib tasvirlaydi. Ya'ni tasavvur qilinglar, sizlarga pul kerak, birorta inson oldiga bordilaring, uni pul borligini bilasizlar. U puli bo'la turib bermayotganini bilasizlar. Qancha ichingizda so'ksalaringiz ham, boshqa narsa qilsalaringiz ham bermaydi u pulni, chunki u pul uniki, xohlasa beradi, xohlasa bermaydi. Xuddi shu holat u universitetdagi domlasi bilan ham bo'layotgandi. Uni ishlarini bitirib berish kerak edi, qo'lida edi hamma narsa, lekin domlasi uni cho'zib yurgandi. Sababi esa uni ko'p bitirib olish uchun ishlari bor edi. Koreyada o'qib, hali unchalik darajada bu narsalarga ishim tushmadi. To'g'ri, endi domlalardan so'raymiz, baholarni qo'yib bering, boshqa bu narsa deb. Lekin uyiga borib ishlarni qilish darajasidagi narsalar O'zbekistonda avval bo'lgan deb eshitgandim-da. Hozir ham shunaqa narsalar bormi? Ya'ni studentlar yaxshi baho olish uchun domlasini uyiga borib hasharlar qilib berish degan narsalar hozir ham O'zbekistonda bormi, yo'qmi? Agar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Xullas, domlasini ichida so'ka-so'ka domlasini uyidan chiqadi. Domlasi boradi, uni bo'yniga ikkita putyovka, ya'ni xotini va o'ziga dam olishga ikkita putyovkani ham iladi. Va shu bilan u Sirojiddin uyiga qaytib ketadi. Endi Sherzodga qaytsak, boyagi bosh roldagi odamimiz biz Sherzod hisoblanadi-da, matbuotda ishlaydigan. U teatrdan chiqadida matbuotga boradi, hamkasblari bilan ko'rishadi, chunki endi shifoxonadan chiqqanda. Hamkasblari bilan ko'rishadi, uni bir do'sti bo'ladi, Abduvohid degan do'sti. Abduvohid haqida biz hali keyinchalik ko'p gapiramiz. Xullas, o'sha yerda birga ishlardi.
Ular bilan ko'rishib, bosh redaktorning oldiga kiradi. Bosh redaktor bilan ham ko'rishib bo'lgandan keyin, bosh redaktor unga felyeton yozishni aytadi. Felyeton nimaligini bilasizlarmi? Ya'ni hozir ham u so'z mashhur deb o'ylamayman, chunki hozir gazetalar ancha urfdan qolgan. Hozir blogerlar mashhur. Felyeton, mayli tushuncha berib o'taman. Xullas, felyeton bu avval mashhur bo'lgan, ayniqsa o'tgan asrlarda mashhur bo'lgan. Ya'ni bu matbuotda yoziladigan narsa hisoblanganda, uni yozgandan keyin u satirik, yumor yo'nalishida yozilgan bo'lgan va tanqidiy ruhda yozilgan bo'lgan. Ya'ni ma'lum bir kishi yoki zavod, fabrika haqida mana shu birorta bir felyeton yozilgan bo'lsa, u mashhur bo'lib ketgan, ya'ni negativ mashhur bo'lib ketgan. Uni ancha obro'yi tushib qoladigan bo'lgan. Ya'ni biror kimga nisbatan felyeton yozilsa, lekin Sherzod umuman felyeton yozmasdi. Bu safar ham redaktorga aytdiki, yo'q, men felyeton yozmayman dedi. Sababini esa, sababini eshiting nima? Sababini Sherzod aytdiki, hozirgi zamonda tanqid qilingan odamni emas, tanqid qilgan odamni izdan tushishadi. Shu sababli hech qanaqa felyeton yozmayman dedi. Qaranglar, 73-75-yilda yozilgan asarda xuddi hozir yozilgan asarga o'xshaydi. Ya'ni hozir ham shunaqaki, u kim bir muammoni ko'tarsa, muammo qolib ketadi-da, o'sha muammoni ko'targan odamni yo'qotish payiga tushib qolishadi. Ammo redaktor aytadi, o'zim orqangda turaman, bemalol yozavergin dedi va rozi qiladi xullas Sherzodni yozishga. Sherzodga so'ng xatni topshiradi. Ya'ni o'sha shikoyat xatini topshiradi. Shikoyat xatidagi mazmunni ko'rib Sherzod shokka tushadi. Sababi ushbu xat Farg'ona viloyati Tiniqsoy qishloq soveti Ulug'bek nomidagi 20-maktabdagi Azimjon ismli domladan kelgan bo'ladi. Bu domla uni o'zini ustozi bo'ladi. O'zini mahallasidagi o'zini ustozi bo'ladi. Rais bo'lardi, qishloq sovetida rais bo'lardi. O'sha rais maktab vaqtida maktab bolalarini ko'rak terishga olib ketgan va ko'rak terish natijasida ikkita o'quvchi shifoxonaga tushib qolgan. Bularni qaytarishga uringan Azimjon akani esa yangi o'quv yilidan boshlab darslarni juda ham kamaytirib tashlagan va o'zini ham shu qishloqdan haydayman deb do'q bo'lsa qilib yurgan mana shu rais haqida yozgan bo'ladi-da shikoyatni. Xullas, ertasi kuniyoq Sherzod samolyotga chiqib Farg'onaga uchadi. O'z qishlog'iga boradi. Qaraydi, atrof muhitga qaraydi, yoshligini eslaydi. Mana shu yerda O'tkir Hoshimov charxpalak va o'qituvchilarni bir-biriga juda ham zo'r qilib o'xshatib tasvirlagan. Ya'ni charxpalak dedi, aylanadi, suvlarni ko'taradida yuqoriga ko'tarib chiqaradi. Xuddi o'qituvchi o'quvchilarni mana shunday bir ilm berib yuqoriga ko'targanday va suvlar yangi yo'lga tushgandan keyin oqib ketadi. Charxpalakka qaramaydi ham, xuddi o'quvchilarga o'xshabda. Endi maktab bitirib ketgandan keyin ko'pchilik o'qituvchini holidan ham xabar olmaydi-ku, xuddi shunga o'xshatadi. Lekin dedi, charxpalak bunga e'tibor ham qilmaydi, o'z ishida davom etib ketaveradi, xuddi o'qituvchilarga o'xshab. O'qituvchi ham unga qarab o'tirmaydi-da, xo'p dedi, mana chiqarib qo'ygandan keyin o'z yo'lida yana bir necha ko'plab o'quvchilarni chiqarishda, ilmli qilishda davom etadi. Shuni o'xshatadi. Menimcha bu juda ham zo'r o'xshatish bo'lgan. Xullas, qishloqqa kelgandan keyin rais bilan gaplashadi. Rais birinchi uni hurmat qilib turgan bo'ladi va u felyeton yozishi haqida aytgandan keyin rais sanam qilmay qoladi. Bor, xohlagan joyingga yoz, hech kimdan qo'rqmayman deydi. Chunki haqiqatan ham raisni ancha ildizi baquvvat bo'ladi, ko'p tanishlari bo'ladi. Keyin Sherzod Toshkentga qaytib ketadi. Toshkentga qaytgandan keyin esa o'sha matbuotga ketayotganda yo'lda bir doktor opaga ko'zi tushadi. Ya'ni o'sha yerda shifoxonaga o'ziga qaragan hamshira emas, boya shoira emas, boshqa bir doktor opaga ko'zi tushadi. Bilan gaplashadi va boyaga hamshira shoiraga salom aytib yuborishini aytadi. Shundan so'ng u yaxshi bir felyeton yozadi. Boyaga raisni ancha obro'yi tushib qoladi. Doktor opa xullas shifoxonaga borgandan keyin boyaga hamshira shoira bilan ko'rishadi. Shoiraga mana shu Sherzodning salomini yetkazadi. Shoira o'zi shu Sherzodni anchadan beri o'ylab yurgan bo'ladi. Yana keyin ishi tugagandan keyin Sherzodni o'ylab ko'chada qaytayotganda bir do'konga ko'zi tushadi. Do'konda juda ham odam gavjum bo'ladi. Qator odamlar navbat kutib turgan bo'ladi-da. Nima sotilyapti deb qarasa, bir noyob atlas sotilayotgan bo'ladi. Keyin bir payt atlas tugadi deb do'konchilar do'konni yopishga tushib ketishadi.
Ammo atlas tugamagan bo'ladi. Sababi ular keyinroq atlaslarni qimmat narxga sotmoqchi bo'lishadi. Keyin odamlar to'polon qilishadi. Nimaga unaqa qilyapsizlar? Beringlar atlaslarni sotinglar. Endigina yarim soat sotlaring-ku deb ular shikoyat qilishadi. Keyin odamlar aytishadiki, bularni matbuotga yozib berish kerak deyishadi. Keyin shoira qaraydiki, Sherzod bilan ko'rishishga bir imkoniyat paydo bo'lib qoladigandek bo'ladi va odamlarga aytadiki, "Xo'p, hamma shikoyatni yozsin, men o'zim yig'ib borib matbuotga topshiraman" deydi. Ular hamma shikoyatni yozadi, qo'l qo'yadi bir 40 ga yaqin inson va Nodira uni shikoyatni Sherzodga olib borib beradi. Sherzod qaraydi manzilni, boyagi o'zi bilan bir palatada yotgan Sayfi Soqiyevich nomidagi katta bir do'kon bo'ladi. Bu xatni Sherzod o'rganishini keyinga qo'yib turamiz. Hozir esa redaktor Sherzodga boshqa bir ishni buyurgani haqida gapirib bermoqchiman. Xullas, redaktor Sherzodni metro qurilishi haqida reportaj tayyorlash uchun metro qurilayotgan joyga yuboradi. Yerni tagida metro qurilayotgan joyga borib, Sherzod qumni ushlaydida, asarni mana shu joyi to'g'risi O'tkir Hoshimov haqidagi fikrlarimni ozgina o'zgartirgandek bo'ldi. Sababi Sherzod qumni ko'targanda aytadiki, bu yurtni qancha bosqinchilar egalladi, bu tuproqni kimlar bosdi ekan, Chingizxon bosdi, ular bosdi, bular bosdi va bosqinchi arablar ham bu tuproqlarni bosdi deb arablarning fathini bosqinchilik deb aytadi. Men o'ylaymanki, O'tkir Hoshimov musulmon bo'lgan va har qanday musulmon ham arablarning fathini bosqinchilik deyishi to'g'ri emas deb hisoblayman. Har qalay men shuni ham hisoblayman. Siz bu haqda qanday fikrdasiz? Bu bosqinchilikmi yoki fathmi? Shaxsan men uchun bu fath hisoblanadi va buni men aytishdan uyalmayman. Xo'p, xullas u reportaj tayyorladida qaytdi va boyagi xatni tekshirishga tushdi. Xatni tekshirib bordida, o'sha manzilga bordi. Sayf Soqiyevich bilan ko'rishdi. Sayf Soqiyevich unga xato o'tgan bo'lsa biz to'g'rilaymiz deb uni iziga qaytarib yubordi xullas. U hech nima qila olmadi, chunki qo'lida bir katta bir dalillari yo'q edi. Keyin u endi Zuhraga ko'ngli tushgandi, boyagi teatrdagi qizga. O'shaning uchun uni hozir lolalar ochilgan, lolalarni ko'rishga qirga chiqaylik deb uni taklif qildi. Zuhra esa ko'ramiz deb qo'ydi. Endi qizlarni ko'ramiz deganini bilasizlar, xo'p degani. Xullas, ular o'sha qirga lolaga chiqib ketishdi. Lolaga chiqqandan keyin Sherzodni gap eshigiga borib taqaldi. Sherzod aytdiki, shu poraxo'rlarni, korrupsionerlarni yomon ko'raman dedi. Shunda Zuhra ham aytdiki, "Ha, meni ham dadam ham yomon ko'radi" dedi. Dadasini kimligini so'raganda, dadasi Sulaymon Rustamovich ismli kazolardan ekanligini bilib qoldi. Ya'ni xalq kontrolida ishlaydigan bir yuqori martabali odamligini bilib qoldi. Ikkalasi qirdaligida yomg'ir yog'ib qoldi va ozgina romantika bo'ldi va uylariga qaytib ketishdi. Qaytgandan so'ng ertasida Sherzod o'sha Sulaymon Rustamovich bilan, ya'ni Zuhrani otasi bilan ko'rishga qaror qildi va uning ishxonasiga bordi. Borganda boyagi Sayf Soqiyevich haqida o'zini bir gumonlarni aytdi. Kitobni o'qisanglar, bu gumonlar qayerdan kelganligini to'liq bilib olishinglar mumkin. Xullas, gumonlarni aytgandan keyin Sulaymon aka ham aytdiki, "Ha, biz ham u kishi haqida ancha dalillarni yig'ib qo'yganmiz. Hali yaqinda uni yaxshilab ushlaymiz, kutib turing" degan javobni berdi. Endi u bilamiz, hammamizni, ya'ni insonni fitratida bor, ishlar zo'r ketib tursa, hammasi chotki soqqalak kelib turib, hamma narsa zo'r bo'lib tursa, odam Xudoni eslashni kamaytiradi. Lekin boshiga bir kulfat tushsa, kasallik tushsa yoki bir ishlari orqaga ketib qolgudek bo'lsa, shunda odam xudojo'y bo'lib qoladi-da. Bu ham bir inson tabiati o'zi shunaqada. Endi hamma ham unaqa emas. Endi har doim yaxshilik kelsa ham, yomonlik kelsa ham har doim bir xil bo'lib turadigan odamlar kam. Aksariyat odamlar mana shu yaxshilik kelganda Xudoni unutadi va boshiga bir tushkunlik tushsa, Xudoni eslaydigan bo'lib qoladi. Xuddi shu narsa hozir Sayfi Soqiyevich bilan ham bo'layotgandi. Chunki u eshitgandiki, hozir shaharda katta xullas tekshirishlar bo'lyapti. Buni ham izdan tushib qolishi mumkin deb xullas kechasi bilan Xudoga iltijo qilib chiqadigan bo'lgandi. Keyin bu voqeani o'g'li boyagi Sirojiddinga aytdi. Sherzoddan gumonim bor. Mana shu felyeton yozib qo'ymasa ekan, hammasi shunday bo'ldi-yo, dedi-da.
Sirojiddinga aytdi, uni bir og'zini yopib qo'yish kerak dedi. Sirojiddin bunga hop Sherzod bilan gaplashib qo'yishga rozi bo'ldi. Endi Sherzodga qaytsak, Sherzod endi Zuhra bilan ancha boya teatrdagi qiz bilan ancha yaqin bo'lib qolgandi. Keyin u Sherzod ko'rgazmalarga, rassomlarni ko'rgazmalarini yoqtirardi va yaqin orada mana shu bir mashhur bir rassomni asarlari ko'rgazmasi bo'lishi kerak edi. Keyin bu ko'rgazmaga borishni Zuhraga taklif etdi. Zuhra yana ko'ramiz dedi. Boya aytganimdek ko'ramiz degani bo'ldi, gap yo'q degani. Xullas keyin ertasi kuni bordida Sherzod teatrda Zuhrani kutib turdi, teatr tashqarisida. Ishxonasi teatrda edi Zuhrani, aytganimdek. Keyin o'sha vaqtda uni oldiga Sirojiddin kelib qoldi. Sirojiddin kelganda aytdiki, vaziyat shunaqa oshna. Xullas mana shu ishingni qo'yib turdi. Yaxshilab mana bir Jiguli bo'ladi senga. Ana Jigulini olginda mazzaq haydab yuraver. Oyliging bilan yuraverasanmi dedi. Sherzodning shu payt hamiyatiga tegib ketdimi? Yaxshilab bitta tushirdi xullas Sirojiddinni. Keyin boyagi Abduvohidni mototsiklda yurardi asosan. Abduvohidni o'sha mototsiklda kelganda, mototsiklda Zuhra bilan o'tirib, xullas boyagi ko'rgazmaga ketdi. Ko'rgazmani tugatib, yana keyin ishiga qaytgandan so'ng telefon bo'ldi. Bu Zuhra deb o'ylagandi, lekin Zuhra emas, shoira ekan. Yana nimaga shoira paydo bo'lib qoldi boyagi hamshira qiz deyishlaring mumkin. Buni bir katta bir sababi bor edi. Sabab shundaki, u telefon qilganda u aytdiki, do'stingiz Abduvohid mototsiklda avtohalokat bo'ladimi? Avtomobil bilan moto urilsa, moto halokat bo'ladimi, avtohalokat bo'ladimi? Shuni agar bilsalaringiz izohlarda yozib qoldiringlar. Ular shunaqa bir halokatga uchrabdi dedi. Keyin zudlik bilan Sherzod u yerga bordi. Agar urib yuborgan odam vaqtida olib kelsa, ahvoli bundan-da yaxshi bo'lishligini eshitdi. Undan keyin bu Sherzod Abduvohid shu oshnasini uyiga bordi. Abduvohidni Surayyo, Muhayyo, Zulayho degan 3 ta qizi bor edi. Ayoli bor edi, ayoli yig'lardi. Nomard, bu uribsan, urganga yarasha shifoxonaga olib borsang bo'lmasmidi deb yig'ladi. Keyin buni kim aytdi deganda, o'sha yerdagi sartarosh amakidan eshitganini aytdi. Keyin bu narsa Sherzodga g'alati tuyuldi va buni surishtirishga tushdi Sherzod. So'ng Sherzod sartarosh amakini oldiga bordi. Endi sartaroshlar bilasizlar, u hamma narsani biladi. Sartaroshlar xullas gaplashib o'tirishgandi. Urib ketgan mashinani tasvirlab berdi. Xullas Sirojiddinni mashinasi bilan, Volgasi bilan bir xil tushadigan avtomobilni bu sartarosh amaki tasvirlab berdi. Shundan so'ng Sherzodning jahli chiqib, Sirojiddinni oldiga borishga qaror qildi. Sirojiddin u paytda o'zi ancha telbanamo bo'lib qolgandi, chunki kim ko'rdi, hech kim ko'rmadi deb o'ziga gapiradigan bo'lib qolgandi, ya'ni boyagini urib ketgandan keyin. Nimaga urdi? Chunki u urganni Abduvohid ekanligini bilmasdi. Chunki aksariyat hollarda o'sha Abduvohidni mototsiklda Sherzod yurardi. Uni Sherzod deb o'ylab, ya'ni o'rtadan olib tashlashni o'ylab, uni borib urgandi mashinasida. O'zini qizchasi bor edi, oldida bo'lib turganda Sherzod u yoqqa bordi. Uni urmoqchi bo'ldimi, lekin qiziga rahmi keldimi? Xullas bordi oldiga, nomard Abduvohidni ham 3 ta qizi bor edi dedi. So'ng u yana Abduvohidni oldiga shifoxonaga qaytib ketdi. Kech kirdi. Kech kirgandan so'ng xullas derazadan qarab atrof muhitni kuzatdi. Albatta u yozuvchi edi, atrof muhitga qaradi, ko'p xayollar surdi va yana unga yozish haqida bir his uyg'ondi. Yozuvchi O'tkir Hoshimov asarni mana shu yerda to'xtatadi. Boshqa tafsilotlari yo'q. Biz ham asar tahlilini mana shu yerda to'xtatamiz, sababi video juda uzun bo'lib ketdi. Asar tahlili sizlarga yoqqan bo'lsa, asarni o'qishlaring mumkin. Asar mashhur, juda ham ko'p kutubxonalardan topsa bo'ladi buni. Agar manzur kelgan bo'lsa, o'qishlaring mumkin. Umuman olganda, tahlil sizlarga yoqqan bo'lsa, ushbu videoga like bosinglar. Yana qanday kitoblarni tahlilini eshitish xohlaysizlar, izohlar qismida yozib qoldiringlar, yaqinlarga ulashinglar va 200 ta bo'lishimizga 4 kishi yetmayapti. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.